66 mingga sizlarga yangi qurilgan uchastkamizni tez obzor qilib beraman. 2/4 sotuv bo'ladi bu uchastkamizda. Qaranglar, to'rxona, hol, oshxona, undan tashqari ikkita sanuzeli bor. Ichkarilari 100% patkulch bitirilgan. Nimaga bunaqa darajada arzon berib yorilyapti bilasizlarmi? Qaranglar, mana shunaqa yo'laylik bo'lgani uchun, lekin men bu yo'laydan plus sifatida foydalangan bo'lardim. Bitta tepadan naves chiqarardim, shunaqa chiroyli yozgi oshxona qilardim. Bu yoqqa bemalol 2-3 ta mashina sig'adi, to'g'rimi? Hovlisida sanuzeli bor, bu yoq tarafda mana podvolda yana bitta xonasi bor. Sifatli qurgan ekanlar, sifatli mahsulotlardan foydalangan ekanlar. Yana bitta tarafini aytib o'tib ketaman. Ham eshikning razmeri ko'ryapsizlarmi, standartdan baland qilib qilingan. Baland eshiklar, baland xonalar, hammasi bu sizlarga komfortni beradi. Bu uchastkamiz Nazarbay Tarnovda joylashgan. Mevazor mahallalar, qaranglar, Tarnov bozorcha, havas savdo, maktab, bog'cha, hamma narsa yashash uchun hamma narsa yaqin atrofda joylashgan. 66 mingga zo'r narxi. Mana shunaqa narxga mos bo'lgan uchastkalarni o'tkazib yubormaslik uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi.